Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga mollarda, novvoslarda qanday o'zgarishlarini, qanday o'killar qilishlarini sizlarga ko'rsatib boraman. Mana birinchi qish kirishi bilan mana o'kildan urasizlar. 5 kun o'tkazib, oradan 5 kun o'tkazib urasizlar. Mana Imirak 150 kilolik novvoslarga 6 grammdan urasizlar. Undan keyin mana multivitik mineral shundan 2 marta 3 marta uraverasizlar, hafta o'tkazib 5 kun oralig'ida. Yana bizda o'kilimiz bor, sizlarga ko'rsatib boraman. Like bosib, Butasal mana bundan ham 6 grammdan yo 5 grammdan uraverasizlar. Bundan ham 2 marta urasizlar. Mana novvoslarda o'zgarishlari, mana ko'ryapsizlar. Mana novvoslarda o'zgarishlari, o'sishlari. E'tiboshlari mana chiroyli bo'lib, anaqa bo'lyapti, o'sishlari zo'r. Foyda beryapti. Shuni o'killardan urib baqaverasizlar.